Mana shunday o'xshaydi. Mana shuni. Hop, ten qismini yechib oldik. Kira mashinamizni mana sovg'a, surpriz uy egasi uchun teni ishdan chiqqan. O'shaning hisobiga plataga berib yuborgan katta ehtimol bilan. Lekin bu yerda 100% teni ishdan chiqqanligi ko'rishingiz mumkin. Ko'taring. Qoraygan joyi, mana joyi simoy qatlami yedirilgan o'sha. Buni tozalagandan keyin yaxshigina holatda ko'rinadi. Salafon olib kelib ichiga solamiz. Hop, 19-oktyabr 2025-yil 13:04. Tak, yangi hayot 9-hudud 1-dom 7-kvartira. Xullas, mana shu narsalar hisobiga ishdan chiqadi. Ichini ko'rishingiz mumkin, qanaqa to'planib ketganligini. O'shancha achiska baravar qilib turish kerak. Uy sharoitida bo'lsa ham o'zi ana shu ahvolga olib keladi.